Bugungi darsimizda to'pli pollarni qanaqa shlankalarni tashash shu masalasi bo'yicha gapirgan edik. Mana to'pli pollarni aytib o'tdik hammasini. Endigi ishimiz, birinchi qiladigan ishimiz to'pli polni stejkasini qo'yish. Stejkani oldingida men aytib o'tganimda, videoda gapirib o'tganimda ko'pchilik menga qarshilik qilishdi. Bu men o'zimni praktikamdan o'tgan narsani gapirganman bu yerda. Bu sement ko'p bo'lsa, issiq kuchli bo'ladi. Issiq tezroq oladi o'ziga sement. Keyin o'zidan tezroq issig'ini tarqatadi. Men apparatda quyilishida aytganimda, apparatdagi kilidinizda sement suxoy bo'ladi-da, u yerda unaqa aralashma bo'ladi-yu, suyuq sement qilinmaydi. O'shaning uchun unda ancha issig'i normalniy bir xil temperaturada beradigan bo'ladi. O'shaning uchun apparatda quygan afzal deyman. Men o'zim uyimga ruchnoy quydirganman. Issig'i juda qattiq beradi. Hozirgi qurayotgan uylarimda apparatda qildirganman, ana u yerda bir xil temperatura beradi. O'shaning uchun sizlarga maslahatim apparatda quydirgan yaxshiroq. Meni apparatim yo'q, men apparat sotib olmaganman, men unaqa ish qilmayman. Men uy quruvchiman. O'zim ishimni davom qilaman. O'shaning uchun mendan tag'in apparati bor, shuning uchun gapiryapti deb o'ylayotganlar, u xato qilasizlar. O'shaning uchun apparatda quydirgan yaxshiroq. Apparatda quydirsa bir xil temperatura beradi. Mana apparatda quyib oldik. Uyga tekislab oldik. Eng gilanisi u to'pli pollarimizni yoqib sizib tekshirib olganimizdan keyin, qurigandan keyin patologga o'tamiz, gips kardonga. Gips kardonda endi figura qoqishi bor, to'g'ri qoqishi bor. Uni usta bilan gaplashib olinadi. Bizning o'zimizning ustalarimiz bor. Lazizbek degan ukamiz bor, Otabek degan ukamiz bor. Figurani ham, to'g'rini ham hammasini me'yorda chiroyli qilib qoqishadi. Pulligi har holda ko'chadan arzon, sifatiga gap yo'q, sifati bilan qoqib beradi. Masalan, men hamma ishlarimni shu bolalar qiladi. Gips kardonni qoqib, shu nurlarni simlarini tashab, galaganlarga joy qoldirib ketishadi. Mana tayyor qilib qo'yamiz.